Mana assalomu alaykum. Biz Turkistondamiz. Turkistonning bir qishlog'i. Hozir birinchi kursni tugatdi bizning patsientkamiz. Mana birinchi kun kelgan paytda men majbur bo'ldim uyga 2 kun uyga bordim, to'g'rimi? Birinchi kelgan kuni sen bu yoqqa yaqinroq o'tir, sen birinchi necha yildan beri qilaman deding? 30 yildan beri qisiladi. 30 yil to'g'ri davolangan. Bronxial astma deb diagnoz qo'yilgan, lekin bu bronxial astma emas aslida. Aslida bu 90-95% odamlar bronxial astma deb qo'yganlar, aslida astma emas. Ularda to'g'ri qisiladi, bo'g'iladi. Biz aptni meditsinani tugatgan, institutni tugatgan doktorlar ularga albatta astma deb qo'yadi. Ularni hech ishontirishning iloji yo'q. Chunki 6-8 yil davomida ularni pasti bu institutlar zambiri tutib tashlaydi. Doridan boshqa hech narsani ular nima qilmaydi, priznavat qilmaydi. Mana birinchi kuni kelgan paytda men 2 kun aytyapman, uyga bordim, 2 kun. 2 kunda bu kishi ko'chaga chiqib yuradigan bo'ldi, bemalolroq. Birinchi kunlar 10-15 qadam yura olmasdi, to'g'rimi? Nafas olganda beni ko'tarib, arang nafas olardi. Mana qilib nafas olardi. Mana hozir ko'krak qafasini ko'tarmaydi. Mana deyarli 10 kunlik programmani o'zlashtirdi. Hozir pristuplar deyarli yo'q. Hech qanday dori ichmaydi, faqat gormonal ingalyatorni olib tanasini o'rgatib qo'ygan, uni ishlatib turish kerak bir marta, lekin uni ham hozir sekin dozasini kamaytirib 3 oylarda tashlaydi, uzog'i 3 oyda. Nima qildik? Bu 10 kunda pristupni qaytaradigan mashqlarni qildik. O'pkani to'liq havo bilan to'ldiradigan mashqni. U o'pkasi bor yo'g'i bir 40-50% ham to'lmagan edi. Hozir yoga metodika bilan ochdik. Buni endi men ham 30-40 yildan beri ishlayman-ku bu yo'nalishda. Ochdik. Bularni hamma mashqlarni juda ham harakatchan odam, inson bu kishi hamma mashqlarni endi joniga tekkandan keyin hamma ham harakatchan bo'ladi-ku. Nimaning sababi pristup yo'q bo'ldi. Eng birinchi направление mana shu o'pkani to'liq ochdik, o'pkani. Keyin o'pkani ochgandan keyin ana shu avval havo bormagan joylarga havo yuborish mashqlarini o'rgandi. Demak, o'pkaga to'liq havo borishni boshladi. 100% bormaydi, albatta o'pkasi azmat qatgan, nima kam deganda bir 30% ga bu kishida o'pkani sig'imi oshdi. Shuning hisobiga pristuplar qaytdi. Keyin bu kishi juda ham qattiq diafragma degan mana pardaning harakatlari o'rgatildi. Diafragma bilan o'pkani yuqori ko'tardi, pastga tushirdi, yuqori bu diafragma bilan o'pkani mana vibrировать qildi. Shuning hisobiga o'pkadagi gaz almasinishi, qon aylanishi, limfa aylanishi yaxshilandi. Bu kishi nimalarni o'rgandi? Oyoq mashqlarini, umurtqa mashqlarini yotib, turib, to'g'rimi? Qorin bilan yotib qiladigan mashqlarni qilyapti hozir, bajaryapti. Endi keyin mana o'tlarni ko'ryapsizlar. Bu kishiga hozircha endi bu kishi ariq, ichakka dori berish shart emas, lekin ertalab suv ichib, qoringa albatta mashq qilish kerak. Qonni suyultirish uchun ertalab och qoringa suv ichib, qorin mashqlari bilan shug'ullanadi. Bu suv ertalab qonga yaxshi o'tadi, ham ichakni tozalaydi, qon suyuladi. Qon suyulgandan keyin balg'am ham yaxshi ajralib chiqadi. Birinchi kuni balg'amning ko'p edi, to'g'rimi? Shar qilib nafas olardi birinchi kunlar. Necha kungacha balg'am chiqib turdi? Hech qanday dori ichgan yo'q. Har kuni balg'am. Yo'taladi, chiqadi. Mana hozir ham balg'am hali bor, 100% ketgan yo'q, 50% chiqib ketdi. Lekin sekin u yo'q bo'ladi. Biz balg'am pishadigan mashqlarni juda ko'p qildi. Shuning uchun ham balg'am chiqdi. Endi bu yerga vaqt kurs tugadi, bir daftar yozilgan hamma mashqlar kunma-kun qanaqa mashq, qaysi soatda ekan hammasini bu kishi yaxshi biladi. Endi
bemalol erkin uyda nima qilaveradi. Lekin bu ko'p dori ichgan-ku, shuning uchun jigarni tozalash kerak. Jigarni tozalash uchun bu kishiga bismirnik degan o't berildi. Mana makajo'xori papugi berildi. Rastarovsha degan o'tlar bor, ular berildi. Keyin bir 10 kuncha bu nimalarni ichganni jigarni tozalagandan keyin bu kishi nimani yurakni tozalash kerak. Hatto qum nimalarni. Bunga polivoy xo'sh, polpola degan o'tlarni bu kishi iste'mol qiladi. Keyin ikkinchi kurs, yana 10 kunlik kursga keladi. Bu 40 kun davomida, 1 oy 40 kun mana shu mashqlarni o'zlashtirsa, hozir ham yuryapti. Lekin u paytda bir 4-5 kilometrga yuradigan bo'ladi. E'tibor bering, 10 qadam yura olmagan odam 1 oydan keyin 4-5 kilometr yuradi. Kimda shubha bo'lsa, kommentariyada menga yozsin, nima qilsin, bu xuddi shu kishiga o'xshab og'ir nimani pristuplarni qaytarib, bemalol yugurib yurgan qancha odamlarning telefonini beraman. Mayli, maqtanyapti demanglar, reklama demanglar, lekin bu reklama kerak paytda kimda bunga shubha bilan qarasa, hamma vaqt har qancha xohlasangiz, mana shu og'ir ahvoldagi pristupdan qaytgan odamlarning telefonini hamma vaqt berishim mumkin. Mayli, sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Hamma narsa o'z harakatiga uchragan. Hamma narsa o'z harakatingizga bog'liq. Hammasi o'z qo'lingizda.